qiyinda grant yutolmaysiz. Grant yutmadingiz degani siz kirmadingiz, u kirganingiz bilan to'la olmadingiz deganida. Davlatingiz aniq bo'ladigan bo'lsa, davlat o'sha qaysi aniq bitta universitetni belgilab, bitta emas, bir nechtasini ko'rish mumkin. U faqat sizni majoringizdan kelib chiqadi, ya'ni sohangizdan. Avval university major tanlanadi, qo'shimcha internshiplar qilishingiz kerak. U bu joy tashkilotlarda ish o'rgangan yokida maktabingizda yokida bironta tashkilotda klublar ochgan bo'lishingiz kerak. O'zingiz liderlik qilgan. U long term bo'lishi kerak. Kamida 6 oy qilgan bo'lishingiz kerak o'sha ishlarni. Xorijga mana sizni qanaqa ular xohlaydi, sizni akademik tomondan zo'r bo'lishingizni, plus darsdan tashqari ham sizni liderlik qobiliyatlaringiz, sizni boy jamiyatga foyda keltira oladigan qo'shimcha qobiliyatlaringizni ko'rishni xohlaydi ular. Insho yozasiz. Inshoda ular ChatGPT bilan ishlatib bo'lmaydi. To'liq o'zingiz ovozingiz bo'lishi kerak. Ular o'zi va nima deydi, admission officerlar asl bo'lib ketgan. Inner voicingizni, u yozayotgan gapingiz to'g'ri noto'g'riligini juda yaxshi bilib turadi. O'qib, o'sha huquqlaringiz, misol uchun qilgan xatoyingizdan o'rgangan narsangiz yoki bironta klubga liderlik qilgan bo'lsangiz, o'sha lidershiplik sizga nimani berdi, sizni inson sifatida jamiyat qanaqa shakllantirdi, ana shu narsalarni ko'rish kerak ular.